Maqtanvoti demelayu bu ko'rindoqni tayyorlash uchun bor yo'g'i 30 daqiqa vaqtingiz ketadi. Mazasi bo'lsa prosta bomba. Ustilari qarsildoq, ichlari esa cho'ziluvchan, tez pishuvchi xamir va mazali sosiska uyg'unligi hayotingizda bir marta bo'lsa ham bu ta'mni tatib ko'rishingizga maslahat beraman. Iliqdan biroz issiqroq ustimizga barcha mahsulotlarni ketma-ketlikda solamiz. Eng asosiysi sifatli va oliy navli dro'j ishlatishinglar. Tayyor xamirimiz xuddi videoda ko'rsatilgan holatda bo'ladi. Ustini yopib oshirish uchun bor yo'g'i 20 daqiqaga issiq joyga olib qo'yamiz. Bu orada mazali sosiskalarimizni bo'laklab olamiz. Xohlasanglar sosiskani o'zidan, xohlasanglar yarmiga sir aralashtiringlar yoki bo'lmasam faqatgina sirni o'zidan tayyorlasanglar ham bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda oshib chiqqan xamirimizni yana ham qulay bo'lishi uchun qoshiqcha yordamida xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab oldim. Bu yana ham udobli. Qarsildoq korchkasi uchun esa men oddiygina chipsdan foydalandim, ya'ni sirli chips. Yarmini esa oddiygina panirovkadan foydalanib tayyorladim. Lekin ishoninglar, sirli chips bilan tayyorlangani juda ham mazali bo'ldi. O'rtadan pastroq olovda ikki tarafini qizartirib pishirib olamiz. Juda ham tez pishadi. Ichlari pishmasligidan esa umuman xavotir olmanglar, to'liqligicha pishadi. Bu ko'rindoqlar sovishga ham ulgurmaydi. Barchaga birdek yoqadigan ko'rindoqlar uchun bittagina like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Yoqimli ishtaha.